Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani muhokama qilaman. Chiroqqa yangi hisoblar, suv uchun yangi tariflar va pensiya miqdorlarining oshirilishi. Bu mavzu faqat pensionerlarga yoki kommunal to'lov qiladigan 1-2 kishiga tegishli emas. Bu har bir oilaning oylik xarajatiga, har bir xonadonning byudjetiga, har bir keksa insonning daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim joylarda odamlar faqat bitta raqamni eshitib, noto'g'ri xulosa chiqaradi. Keyin esa kvitansiya kelganda, bank ilovasida qarzdorlik chiqqanda yoki pensiya kartasiga pul tushganda hayron bo'lib qoladi. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Nimalar o'zgardi, kimga qanday ta'sir qiladi, qaysi holatda ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Pensionerlar nimaga e'tibor berishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, odam o'z pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar kommunal xizmatlar bo'yicha bir xil tartibga o'rganib qolgan edi. Chiroq uchun hisoblagich ko'rsatkichiga qarab to'lov qilinadi, suv uchun ham hisoblagich bo'lsa alohida. Bo'lmasa yashovchilar soniga qarab hisoblanadi. Pensiya esa odatda belgilangan tartibda indeksatsiya qilinadi. Ya'ni narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi hisobga olinib, ma'lum foizga ko'tariladi. Lekin endi vaziyat bir oz boshqacha. Energiya resurslari, suv ta'minoti va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yangilanishlar bosqichma-bosqich kirib kelmoqda. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, chiroq bo'yicha hisob-kitoblar yanada qat'iy nazorat qilinadi. Ikkinchidan, suv tariflari ayrim hududlarda yoki iste'mol turiga qarab boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Uchinchidan, pensiya oshirilishi ijobiy yangilik bo'lsa-da, odamlar qo'lga qancha olishini, qo'shimcha to'lovlar qanday hisoblanishini, nafaqa va kompensatsiyalar bilan bog'liq farqlarni yaxshi tushunish kerak. Men bu yerda eng muhim jihatni aytaman. Faqat tarif oshdi yoki pensiya oshdi degan gap yetarli emas. Har bir odam o'z holatini alohida ko'rishi kerak. Masalan, bir xonadonda 2 kishi yashaydi va elektr energiyasini tejab ishlatadi. Boshqa xonadonda esa 5 kishi yashaydi. Elektr plita, konditsioner, suv nasosi, isitish moslamalari bor. Ikkalasiga bir xil yangilik turlicha ta'sir qiladi. Xuddi shunday, bir pensioner faqat yoshga doir pensiya oladi. Boshqasi nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Ularning hisob-kitobi ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Endi chiroq masalasini batafsil ko'rib chiqamiz. Elektr energiyasi bo'yicha asosiy masala bu hisoblagich ko'rsatkichi, limit, tarif va qarzdorlik nazorati. Ko'pchilik odamlar bir narsani unutadi. Siz o'zingizcha men kam ishlatdim deb o'ylashingiz mumkin. Lekin tizimda hisoblagich ko'rsatkichi boshqa chiqsa, to'lov ham shunga qarab hisoblanadi. Ayniqsa eski hisoblagichlar, noto'g'ri uzatilgan ko'rsatkichlar yoki uzoq vaqt tekshirilmagan abonent ma'lumotlari muammo tug'diradi. Masalan, bir oilani olaylik. Ular oyga o'rtacha 90 kilovat-soat elektr ishlatadi. Agar tarif o'zgarsa, ularning to'lovi ham o'zgaradi, lekin juda katta saqlash bo'lmasligi mumkin. Chunki iste'mol nisbatan me'yorida. Endi ikkinchi oilani olaylik. Uyda konditsioner doimiy ishlaydi. Elektr isitish bor, suv isitish elektrida, kir yuvish mashinasi tez-tez ishlatiladi. Ular oyiga 500 yoki 700 kilovat-soat sarflashi mumkin. Mana shu xonadonda tarifdagi har bir o'zgarish sezilarli bo'ladi. Chunki narx faqat bitta birlikka oshgandek ko'rinsa ham, umumiy iste'mol ko'p bo'lgani uchun yakuniy summa kattalashadi. Yana bir nozik holat bor. Ba'zan odamlar men uyda bo'lmadim, baribir qarz chiqibdi deydi. Bunday holatda birinchi navbatda hisoblash ko'rsatkichini tekshirish kerak. Agar hisoblash avtomatik bo'lsa, tizim o'zi ma'lumot oladi. Agar avtomatik bo'lmasa yoki aloqa uzilib qolgan bo'lsa, eski ko'rsatkichlar asosida taxminiy hisob chiqishi mumkin. Shuning uchun men har bir abonentga aytaman, oy boshida yoki oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib qo'ying. Bu oddiy odat, lekin keyinchalik nizoli vaziyatda juda katta yordam beradi. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, elektr energiyasidan ko'p foydalanadigan xonadonlar. Ikkinchidan, hovlida yashaydigan va nasos, isitgich, elektr pech, suv isitgich ishlatadigan oilalar. Uchinchidan, hisoblagichi eski bo'lgan yoki ko'rsatkichlari tizimda noto'g'ri aks etgan abonentlar. To'rtinchidan, ijarada yashayotganlar. Chunki ijara uylarda ba'zan kommunal hisoblar egasi nomida bo'ladi. Ijarachi to'laydi, lekin qarzdorlik kimga yozilganini hech kim aniq tekshirmaydi. Keyin uy egasi bilan ijarachi o'rtasida kelishmovchilik chiqadi.
Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hisoblagich ko'rsatkichini muntazam tekshirib borsangiz, elektrdan me'yorida foydalansangiz, qarzdorlikni vaqtida to'lasangiz va shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, sizda kutilmagan muammo chiqish ehtimoli ancha past bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Bugungi sharoitda har bir kommunal xizmatni kamida oyga bir marta nazorat qilish kerak. Endi suvga o'tamiz. Suv masalasi ko'p xonadonlar uchun chiroqdan ham murakkabroq. Chunki suvda hisoblagich bor yoki yo'qligi, ichimlik suvi va oqova suv alohida hisoblanishi, xonadonda ro'yxatda turganlar soni, amalda yashayotganlar soni, hovli yoki ko'p qavatli uy bo'lishi kabi omillar katta rol o'ynaydi. Avval ko'p odamlar suvni baribir arzon deb e'tiborsiz ishlatardi. Kranni ochiq qoldirish, hojatxona bakining sizib turishi, eski quvurlardan suv oqishi, hovlida ortiqcha sug'orish oddiy holda ko'rilardi. Lekin tariflar o'zgarganda yoki hisob-kitob qat'iylashganda bunday kichik isroflar oy oxirida katta summaga aylanadi. Oddiy misol. Bir xonadonda suv hisoblagichi bor va bir oyda 2 kub metr suv ishlatiladi. Agar har bir kub uchun to'lov oshsa ham, umumiy xarajat nazorat ostida bo'ladi. Chunki iste'mol aniq o'lchanadi. Ikkinchi xonadonda hisoblagich yo'q. U yerda to'lov ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab yoki belgilangan me'yor bo'yicha hisoblanadi. Agar ro'yxatda 5 kishi bo'lsa, amalda 2 kishi yashasa ham tizimda ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Aksincha, ro'yxatda 1 kishi, amalda 6 kishi yashasa, bu ham keyinchalik tekshiruvda muammo bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar suv bo'yicha yana bir narsani bilmaydi. Oqova suv, ya'ni kanalizatsiya xizmati alohida hisoblanishi mumkin. Siz faqat ichimlik suviga pul to'layapman deb o'ylaysiz. Lekin kvitansiyada oqova suv ham alohida ko'rinadi. Bu ayniqsa ko'p qavatli uylarda seziladi. Agar yangi tarif kirsa, ichimlik suv ham, oqova suv ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyaga faqat yakuniy summani emas, satr qarash kerak. Hovlida yashaydiganlar uchun alohida ogohlantirish bor. Hovlida ko'pincha bog' sug'orish, tomorqa, chorva yoki avtomobil yuvish kabi qo'shimcha suv sarfi bo'ladi. Agar hisoblagich bo'lsa, hammasi ko'rsatkichga tushadi. Agar hisoblagich bo'lmasa, me'yor bo'yicha hisoblashda hovlining sharoiti, ulanish turi va ro'yxat ma'lumotlari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim shuncha to'layapti, men nega ko'p to'layapman degan savolga javob ko'pincha shunda bo'ladi. Qo'shnining hisoblagichi bor, sizda yo'q. Qo'shnida 2 kishi ro'yxatda, sizda 6 kishi. Qo'shnida kanalizatsiya yo'q, sizda bor. Qo'shnida qarzdorlik yo'q, sizda eski qarz qo'shilgan. Endi pensionerlar uchun eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya oshirilishi albatta yaxshi xabar. Lekin men ekspert sifatida shuni ta'kidlayman. Pensiya oshdi deganda hamma bir xil miqdorda bir xil pul oladi degani emas. Pensiya miqdori, pensiya turi, ish staji, avvalgi ish haqi belgilangan bazaviy miqdorlar. Qo'shimcha ustamalar va ayrim imtiyozlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir pensionerning pensiyasi 1200 ming so'm bo'lsa va indeksatsiya ma'lum foizda amalga oshsa, uning qo'liga tushadigan summa boshqa pensionernikidan farq qiladi. Boshqa pensioner 2500 ming so'm pensiya olgan bo'lishi mumkin. Foiz bir xil bo'lsa ham, oshgan summa pul ko'rinishida har xil bo'ladi. Birida 5 ming so'm atrofida qo'shimcha bo'lishi mumkin. Boshqasida 200 ming so'mdan ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat falon foiz oshdi degan gapni eshitib, aniq summa haqida xulosa chiqarish to'g'ri emas. Yana bir muhim jihat. Ayrim pensionerlar pensiya bilan birga qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy nafaqalar oladi. Bunday holatda kartaga tushgan umumiy summa oshgan ko'rinishi mumkin, lekin uning ichida asosiy pensiya, ustama, qarzdorlik qoplamasi yoki boshqa to'lovlar bo'lishi mumkin. Aksincha, kimdadir avval ortiqcha to'langan summa ushlab qolingan bo'lsa, u odam pensiya oshmabdi deb o'ylash mumkin. Aslida oshgan bo'ladi. Lekin ushlab qolish yoki boshqa hisob-kitob sababli qo'lga kamroq tegishi mumkin. Pensionerlar eng ko'p qiladigan xatolardan biri shuki, ular bank kartasiga tushgan umumiy summani ko'radi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoradagi hisob-kitob varaqasini tekshirmaydi. Men tavsiya qilaman, agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, bobo-buyingiz pensiya olsa, bir marta ularning pensiya tafsilotini tekshirib ko'ring. Qancha asosiy pensiya, qancha ustama, qanday imtiyoz, qanday ushlab qolish borligini bilish kerak. Bu nafaqat qiziqish uchun, balki xatolik bo'lsa vaqtida murojaat qilish uchun zarur. Birinchi guruh kam pensiya oladigan fuqarolar. Chunki kommunal tariflar oshganda
aynan kam daromadli oilalarda har bir 2000 yoki 1000 so'm muhim bo'ladi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, u chiroq, suv, gaz, dori-darmon, oziq-ovqat, transport xarajatlarini bitta pensiyadan qoplaydi. Shuning uchun bunday fuqarolar imtiyozlar, kompensatsiyalar va mahalla orqali beriladigan yordamlar haqida albatta so'rashi kerak. Ikkinchi guruh ko'p bolali oilalar. Ko'p bolali oilada elektr va suv sarfi tabiiy ravishda ko'proq bo'ladi. Kir yuvish ko'p, ovqat pishirish ko'p, hammomdan foydalanish ko'p, dars tayyorlash, isitish yoki sovutish moslamalari ko'proq ishlaydi. Shuning uchun tarifdagi o'zgarish ularning byudjetiga sezilarli ta'sir qiladi. Bunday oilalar iste'molni kamaytirish yo'llarini ko'rishi, nosoz qurilmalarni tuzatishi, hisoblagich ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilishi kerak. Uchinchi guruh ijarachilar va uyini ijaraga berganlar. Bu yerda ko'p nizolar chiqadi. Masalan, ijarachi 3 oy yashaydi. Kommunal to'lovlarni to'liq to'lamaydi. Keyin ketib qoladi. Uy egasi keyin katta qarz bilan qoladi. Yoki aksincha uy egasi eski qarzni ijarachiga yuklamoqchi bo'ladi. Buning oldini olish uchun ijara boshlanganda chiroq, suv, gaz hisoblagichlari ko'rsatkichi suratga olinishi, qarzdorlik 0 yoki aniq summa ekanligi yozib qo'yilishi kerak. Oddiy qog'ozda bo'lsa ham ikkala tomon imzolasa, keyin tushunmovchilik kamayadi. 4-guruh hisoblagichi ishlamayotgan yoki shubhali ishlayotgan abonentlar. Agar hisoblagich juda tez aylansa, umuman ko'rsatkich bermasa, plombasi shikastlangan bo'lsa yoki raqamlar o'qilmasa, darhol tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak. Chunki keyinchalik men bilmagandim degan bahona har doim ham yordam bermaydi. Hisoblagich abonent hududida bo'lsa, uni saqlash va holatini nazorat qilish mas'uliyati ham ma'lum darajada abonent zimmasida bo'ladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik nuqta, tarif o'zgargan sana. Agar tarif oyning o'rtasidan o'zgarsa, hisob-kitob ham ikki qismga bo'linishi mumkin. Eski tarif bo'yicha va yangi tarif bo'yicha. Shunda kvitansiyada summa odatdagidan boshqacha ko'rinadi. Odamlar buni ko'rib noto'g'ri hisoblabdi deb o'ylaydi, lekin aslida davrlar kesimida hisoblangan bo'lishi mumkin. Biroq baribir tekshirish kerak, chunki xatolik bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas. Ikkinchi nozik nuqta qarzdorlik va penya. Agar sizda avvaldan qarz bo'lsa, yangi oy to'lovi bilan birga eski qarz ham ko'rinadi. Ba'zan odamlar faqat joriy oyni to'laydi, lekin eski qarz qoladi. Keyin tizimda umumiy qarzdorlik ko'paygandek ko'rinadi. Shuning uchun to'lov qilayotganda joriy to'lov va umumiy qarz degan joylarga alohida qarang. Bank ilovasida ham xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning shaxsiy hisob raqami to'g'ri tanlanganiga ishonch hosil qiling. 3-nozik nuqta imtiyozlar avtomatik tushmasligi mumkin. Ayrim fuqarolar men pensionerman, demak hamma imtiyoz o'zi qo'llanadi deb o'ylaydi. Aslida ayrim imtiyozlar uchun ariza, hujjat yoki ma'lumotlar bazasida to'g'ri ro'yxat bo'lishi talab etiladi. Agar ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, imtiyoz ko'rinmasligi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz pensioner, kam ta'minlangan oila, ijtimoiy himoya reyestrida turuvchi fuqaro bo'lsa, tegishli hujjatlari va maqomi bazada to'g'ri aks etganini tekshirishi zarur. 4-nozik nuqta. Pensionerning bank kartasi, ishonchnoma va yashash manzili. Ba'zan pensioner boshqa hududga ko'chib ketadi, lekin hujjatlar eski manzilda qoladi. Yoki pensiyani farzandi ishonchnoma orqali olib keladi, lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. Bunday holatlar pensiya tushishida kechikish, qayta tekshiruv yoki ortiqcha yugur-yugurga sabab bo'ladi. Shuning uchun pensiya oluvchilar hujjatlarini, karta muddatini, telefon raqamini, yashash manzilini va bank ma'lumotlarini yangilab turishi kerak. 5-nozik nuqta kommunal to'lovdagi odam soni. Suv, chiqindi va ayrim xizmatlarda ro'yxatda turganlar soni muhim bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lsa, lekin ro'yxatda sizning manzilingizda qolgan bo'lsa, to'lov ko'proq chiqish ehtimoli bor. Agar yangi kelin, kuyov yoki boshqa qarindosh doimiy yashayotgan bo'lsa, lekin ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, keyinchalik qayta hisob-kitob paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashovchilar haqidagi ma'lumotni aniqlashtirish kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, chiroq hisoblagichini tekshiring. Bugun yoki ertaga hisoblagich oldiga boring. Raqamlarni suratga oling, sanani yozib qo'ying. Keyin bank ilovasi, shaxsiy kabinet yoki mahalliy elektr ta'minoti tashkiloti orqali tizimdagi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq katta bo'lsa, darhol murojaat qiling. Murojaatda abonent raqamingizni, manzilingizni,
telefon raqamingizni va hisoblash ko'rsatkichini yozing. Iloji bo'lsa suratni ham ilova qiling. Ikkinchi qadam, suv bo'yicha hisobni tekshiring. Hisoblagich bo'lsa ko'rsatkichni yozib oling. To'lov qaysi me'yor bo'yicha chiqayotganini aniqlang. Xonadonda nechta odam ro'yxatda turgani, amalda nechta odam yashayotgani, oqova suv alohida hisoblanayotgan yoki hisoblanmayotganini bilib oling. Agar sizda suv sizishi bo'lsa, masalan, kran tomchilab tursa yoki hojatxona baki tinimsiz suv o'tkazsa, uni tuzatishni kechiktirmang. Chunki kuniga o'zgina ko'ringan suv o'yiga bir necha kubga aylanishi mumkin. 3-qadam, qarzdorlikni alohida tekshiring. Faqat to'ladim deb cheklanib qolmang. To'lovdan keyin tizimda qarz kamayganini tekshiring. Ba'zan noto'g'ri abonent raqamiga to'lov ketishi, xizmat turi noto'g'ri tanlanishi yoki eski qarz alohida qolishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, bank cheki yoki elektron kvitansiya saqlang. Hech qachon chekni darhol o'chirib tashlamang. Kamida bir necha oy saqlab qo'yish foydali. 4-qadam, pensionerlar pensiya tafsilotini tekshirsin. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumotlari, telefon raqami va kerak bo'lsa ishonchnoma hujjatini olib boring. Agar siz farzand sifatida ota-onangiz nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, vakolatni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, imtiyoz va yordamlarni so'rang. Mahallaga boring. Ijtimoiy xodim yoki mas'ul xodimdan sizning oilangiz qaysi toifaga kirishini aniqlashtiring. Kam ta'minlangan oila, yolg'iz pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila, ko'p bolali oila kabi maqomlar bo'yicha qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda bir narsani ochiq aytaman, ko'p odamlar yordam olish huquqiga ega bo'lsa ham so'ramagani, hujjat topshirmagani yoki ma'lumotlarni yangilamagani uchun foydalanmaydi. 6-qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Telefon qilib aytish yaxshi, lekin yozma murojaat kuchliroq. Murojaatda shunday yozing: men falonchi, falon manzilda yashayman, abonent raqamim falon. Menga chiroq yoki suv bo'yicha falon summa hisoblangan. Hisoblagich ko'rsatkichi falon. Ushbu hisob kitobni tekshirib yozma javob berishingizni so'rayman. Shundan keyin sana telefon raqami, imzo. Agar elektron murojaat bo'lsa, screenshot, surat va to'lov cheklarining nusxasini ilova qiling. 7-qadam, oila byudjetini qayta hisoblang. Tariflar o'zgarganda eng to'g'ri yo'l bu bir oy kuzatish. Bir oy davomida chiroq, suv, gaz, internet, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlarini yozib boring. Shunda qaysi joyda xarajat ko'payganini aniq ko'rasiz. Masalan, konditsionerni 24 darajada emas, 26 darajada ishlatish, elektr isitgichni tun bo'yi yoqib qo'ymaslik, kir yuvish mashinasini yarim bo'sh holatda ishlatmaslik, suvni behuda oqizmaslik real tejash beradi. Bu mayda maslahat emas, katta xonadonlarda oyga sezilarli farq qiladi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner ayol yolg'iz yashaydi. U oyga ozgina elektr ishlatadi, suv sarfi ham kam. Lekin kvitansiyada suv to'lovi ko'p chiqadi. Tekshirsa uyda avval ro'yxatda turgan 2 farzandi ham hisobda qolgan. Ular boshqa joyda yashaydi, lekin ma'lumot yangilanmagan. Natijada ayol ortiqcha to'lov qilgan. Bunday holatda ro'yxat ma'lumotlarini to'g'rilash va qayta hisob-kitob so'rash kerak. Ikkinchi misol, bir oila hovlida yashaydi. Suv hisoblagichi bor. Ular yozda tomorqani ko'p sug'oradi. Bolalar hovlida suv bilan o'ynaydi. Mashina ham uyda yuviladi. Oy oxirida suv summasi keskin oshadi. Oila tarifni ayblaydi, lekin asl sabab iste'molning o'zi ham ko'paygan. Bu yerda yechim tarifdan shikoyat qilish emas, avvalo sarfni nazorat qilish, tomchilatib sug'orish yoki sug'orish vaqtini qisqartirish, suv sizishini tekshirish bo'ladi. 3-misol, pensioner erkak pensiyasi oshganini eshitadi. Lekin kartasiga kutganidan kam pul tushadi. U oshirish bo'lmadi deb o'ylaydi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, avvalgi oyda ortiqcha to'langan bir summa ushlab qolingan yoki boshqa majburiy ushlanma bo'lgan. Demak, kartaga tushgan pulni ko'ribgina xulosa qilish noto'g'ri. Pensiya hisob varaqasini ko'rish kerak. 4-misol, ijarachi xonadonda 3 oy yashaydi. Kirganda chiroq hisoblagichi 1200 minut bo'lgan, chiqqanda 1300 vaqt bo'lgan. Agar bu ko'rsatkichlar suratga olinmagan bo'lsa, keyin kim qancha ishlatgani haqida tortishuv boshlanadi. Agar kirishda va chiqishda surat bo'lsa, hisob oddiy. Farq 5 taqsim kilovat-soat tarifga ko'paytiriladi va masala yopiladi. Shuning uchun hujjat va surat tartibini saqlaydi. Men tomoshabinlarga aniq aytaman.
Bugun 3 ta narsani tekshiring. Birinchisi, chiroq abonent raqamingiz va hisoblagich ko'rsatkichi. Ikkinchisi, suv bo'yicha hisoblagich yoki ro'yxatli odamlar soni. Uchinchisi, agar oilada pensioner bo'lsa, pensiya tushumi va uning tarkibi. Agar biror summa sizga tushunarsiz bo'lsa, kutib o'tirmang. Har oy o'tgan sari hisob-kitob murakkablashadi. Bugun ekonomik so'mlik farq bo'lsa, bir necha oyda 300 ming so'mga yetishi mumkin. Keyin isbotlash ham qiyinlashadi. Eng yaxshi yo'l dalilni vaqtida yig'ish, murojaatni yozma qilish, javobni saqlash. Shuningdek, men odamlarni vahimaga tushmaslikka chaqiraman. Tarif o'zgarishi yoki pensiya o'sishi haqidagi xabarni eshitganda darhol qo'rqish ham, haddan tashqari quvonib ketish ham kerak emas. To'g'ri yondashuv bitta. O'z raqamingizni biling. Sizning iste'molingiz qancha? Sizning qarzingiz bormi? Sizning pensiyangiz tarkibi qanday? Sizga imtiyoz tegishlimi? Mana shu savollarga javob bo'lsa, vaziyatni boshqarish osonlashadi. Bugungi mavzuda asosiy gap shuki, chiroq, suv va pensiya bo'yicha yangiliklar har bir oilaga ta'sir qiladi. Lekin har kimga ta'siri bir xil bo'lmaydi. Kim ko'p iste'mol qilsa, ko'proq sezadi. Kim hujjatlarni tekshirmasa, ortiqcha to'lov yoki tushunmovchilikka duch kelishi mumkin. Kim pensiya tarkibini bilmasa, oshirilgan summani noto'g'ri tushunishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Hisoblagichlarni suratga oling, kvitansiyalarni tekshiring. Qarzdorlikni aniqlang. Pensionerlarning hujjatlarini tartibga keltiring. Imtiyozlar bo'yicha mahalla va tegishli idoralardan ma'lumot oling. Har bir to'lovni dalil bilan nazorat qilsangiz, ortiqcha xarajatdan saqlanasiz. Sizning hududingizda chiroq yoki suv to'lov qanchaga o'zgardi? Pensiya oshirilgandan keyin kartaga qancha farq bilan pul tushdi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqa yurtdoshlar ham solishtirib ko'rsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar, ko'p bolali oilalar va kommunal to'lovlarni o'zi nazorat qiladigan har bir inson uchun juda muhim.